Xitoyda ozishni boshlagan odamlarga go'sht hadya qilinadi. Bu tashabbusni Shanbey shaharchasi ma'muriyati ilgari surmoqda. Aksiya ortiqcha vaznni mol go'shtiga almashtirish deb nomlanadi. Unda faqatgina tibbiy sug'urta hamda ijtimoiy ta'minot badallarini to'laydigan aholigina qatnashishi mumkin. Hozirgacha 2400 dan ortiq odam ariza topshirgan. Ishtirokchilar albatta ortiqcha vaznga ega bo'lishi shart. Xususan, erkaklarning bel aylanasi 90 cm dan, ayollarniki esa 80 cm dan oshishi kerak. Vazn tashlash uchun 9 oydan sal ko'proq vaqt ajratiladi. Tashlangan vaznni esa go'shtga almashtirish mumkin. Jumladan, ishtirokchilar yo'qotgan har yarim kilogramm vazn uchun yarim kilogramm mol go'shti yoki 1,5 kilogramm mol suyagi olishi mumkin. 1 kilogramm vazn tashlagan ishtirokchiga yarim kilogramm mol dumi beriladi. 1,5 va 2 kilogramm vazn yo'qotilsa, buning evaziga mos ravishda qorin va til olishi mumkin. Shuningdek, cheklovlar ham bor. Faqat 10 kilogrammgacha yo'qotilgan vaznni go'shtga almashtirish mumkin. Ozish tabiiy yo'l bilan amalga oshirilishi shart.